Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarni bilimli, yetuk, o'z kasbini ustasi bo'lib yetishishlari uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Namangan shahrida joylashgan 2-son Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida ham ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur ta'lim dargohida tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni tadbiridan muxbirimiz xabar qiladi. Tadbirda maktab o'quvchilari, sinf rahbarlari, tibbiyot sohasiga qiziqishi bo'lgan yoshlar ishtirok etdilar. Asosiy maqsad o'quvchilarga texnikum faoliyati, ta'lim yo'nalishlari, mavjud imkoniyatlar hamda o'quv jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berish, ularni kasb tanlashlariga ko'maklashishdan iborat bo'ldi. Texnikum o'qituvchilari yig'ilganlarga muassasaning yutuqlari, xalqaro hamkorlik aloqalari va o'quvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlari haqida so'zlab berdilar. Shuningdek, mas'ullar tomonidan interaktiv taqdimotlar va turli yo'nalishlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar namoyishi tashkil etildi. Yoshligimda hamshiralikka qiziqishim bor edi. Shu sabab 2-sonli med kollejga keldim. Dars jarayonlari bilan tanishib chiqdim. Bu yerdagi shart-sharoitlar menga juda ham yoqdi. Bu yerdagi o'qituvchilar juda malakali ekan. Kelajakda maktab bitirgandan so'ng hujjatlarimni topshirib, shu yerda o'qishimni davom ettirmoqchiman. 2024-yil davlat granti asosida talabalikka tavsiya etildim. O'qish mobaynida bizga ustozlarimiz nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatib kelishmoqda. Ushbu kasbni tanlashimga asosiy sabab insonlarga yordam berish hisoblanadi. Kelajakda o'qishimni davom ettirib, tibbiyotning eng nufuzli universitetlarida o'qib, xalqimizga xizmat qiladigan buyuk shifokor bo'lish niyatim bor. Ko'plab yoshlar texnikumda tahsil olish istagini bildirib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob oldilar. 2-son Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida ayni kunda 554 nafar o'quvchi hamshiralik ishi, feldsherlik ishi, feldsher diagnostika ishi va tibbiy ijtimoiy ish yo'nalishlarida 36 nafar malakali pedagoglar tomonidan ta'lim olishmoqda. Birinchi kurs o'quvchilar ta'lim dargohida amaliy jarayonlarni olib borishsa, 2 va 3-kursda bilim olayotgan o'quvchilar tibbiyot punktlarda, shahar, tuman, profilaktika davolash markazlarida amaliyot jarayonlarida ishtirok etadilar. 2-son Namangan Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida yangi 2025-26 o'quv yili uchun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda hududiy boshqarmamizning tegishli buyrug'i asosida abituriyentlarni qo'llab-quvvatlash markazi tashkil etildi. Bu markaz hozirda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Markazni tegishli rejasi bo'yicha aprel-may oylarida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Yangi Namangan tumanidagi 20 ta maktabdan 500 ga yaqin o'quvchilar, 11-sinf bitiruvchilari tashrif buyurdi. Texnikumda yaratilgan sharoitlar, tayyorlanadigan mutaxassisliklar bo'yicha oliy toifali o'qituvchilarimiz tomonidan ularga demak tushunchalar berildi. Juda ko'plab o'quvchilar bu yerda o'z o'qish istaklarini bildirishdi. Ta'lim muassasasi zamon talablariga mos jihozlanganligi e'tiborli. Bitiruvchilarga xalqaro tasniflagichning 5-darajasiga mos diplomlar beriladi. Ochiq eshiklar kuni texnikum faoliyatiga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlab, o'quvchilar ta'limni davom ettirishlari uchun muhim yo'nalish bo'lib xizmat qildi.